Qibrayda Maxim Gorkiga keldik. Amjoy kim biladi? Biz animatda internet filmlar bo'ladi, qorong'ida, mana shunaqa joylar, chaqmoq orqasi tomlar mana shunaqa bo'ladi. Filmda mana shunaqa izlanarlar chiqadi. Men odamlar ichida ham video olaman, boyga aytmoq qo'rquvning uchun. Hech kim menga video gapirmayapti. Chiroyli katta. Tepasida 1, 2, 3, 4 ta balkonning no chiqqan beton bor. Uning tepasida katta shapkasi bor. Massivni katta. Mana hamini qarang. Tegidek balkonlar qattiq chiroyli, lekin ko'par. Shunaqa aylanib yurishga. Yo'q bitta o'zingiz yo'q. Qizingiz bilan aylanib gaplashib, o'ziga yaqin odam bilan gaplashib yurishga zo'r joy. O'zini odam erkin his qiladi. Parkda mana shu daraxtli joylar yo'q. Men o'zim shu video maksimal cringe fikrlarga, cringe video harakatlarga, betartib fikrlarga boy bo'ladi. Chunki bu videoni olayotgan sababi o'sha oliy kolonkani yaxshi eshitib olasiz. Bu video olayotgan sababi menda shunaqa fobiya bor. Ko'p odamlarning fikridan, ko'p odamlarning vnimaniyasida bo'lishdan qo'rqish degan narsa bor. Odamlarni 10 tacha 15 ta odamni vnimaniyasi menga qaratilib qolsa, men o'zimni o'sha boshqacha fikrlarim yetkazib bera olmasligim mumkin. Ana o'shani yengish uchun, ana gap bor, nimadan qo'rqsang, o'sha qo'rquvni yengish uchun o'sha qo'rquv tomoniga borish kerak deydi. O'sha narsani qilish uchun bu video olinyapti. Shuning uchun bu videoda maksimal cringe gaplar, betartib fikrlar, o'sha kamera yoqilgandan keyin fikrlarimni yetkazib bera olmasligim, o'sha narsalarni shakllantirish uchun video olinyapti. Bu video o'zi kompyuterda kuni bo'yi o'tiradigan odamlar bo'ladi-yu. Meni soham dizaynerman, interyer dizayner. Hozir 5 yildan beri shu sohada o'rganib kelyapmiz. Menga o'xshagan dizayner bo'lishi mumkin yoki boshqa yana gamerlar bo'lishi mumkin. Kompyuter oldida kuni bo'yi o'tiradiganlar bo'sh vaqtida nimadir qilish kerak. O'shanda bo'sh vaqtni qanaqa o'tkazishga qilinadigan tavsiyalar bo'ladi bu videoda. Ko'rasizlar, o'sha boshlanyapti. Fikrda to'g'ri so'zlar bilan ta'kidlab yetkazib bera olmadim. Bu narsa menda faqat kamera yoqilganda bo'ladi. Bilinglar, shunaqa fobiyam bor. Kamera yoqilgandan keyin fikrimni yetkazib berish qiyin bo'ladi, chunki odamlar meni eshityapti, nima deb o'ylaydi, hozir noto'g'ri gapirib qo'ysam degan narsa bo'ladi. O'sha narsani yengish uchun shunaqa video olyapti. Endi aytishingiz mumkin. Video olib, prosta o'zing uchun qo'yib qo'y, 2-3 ta video olib, o'zingning galereyangni YouTube'ga qo'ymasdan, o'zing galereyangni qo'yib qo'ysang ham shu narsa shakllanadi. Nima qilasan, bunaqa cringe narsalar bilan odamlar vaqtini oladi deyishingiz mumkin, lekin o'shancha boshdan aytib qo'ydim, shunaqa cringe gaplarga, betartib fikrlarga boy bo'ladi deb. YouTube'ga qo'yayotganim sababi, men o'zim galereyamga qo'yib qo'ysam, meni miyamda baribir hech kim ko'rmaganini bilib turaman-da, ongi ostida. YouTube'ga qo'ysam, o'sha ochiq platformaga qo'yildi, men haqimda odamlar qanaqadir fikr bildiradi, ko'radi. O'sha narsa miyamda aylangandan keyin o'sha aytayotgan narsam shakllanishni boshlaydi degan fikrdaman. Men fikrim shunaqa. Tavsiya beraman. O'sha kuni bitta Reels'da video ko'rib qoldim. Odamlarni fikridan qo'rqish uchun, odamlarni fikrini boshlandi mana. Xullas, metroda bittasi nimadir baqirib chiqqanda, o'shani reels qilib qo'ygan. Etagiga yozib qo'ygan, nechinchidir kun, 36-kunmi, shu fobiyani qilish uchun qilingan videodir. Normalniy odamlar like bosib ketgan, kechiradi, shunga o'xshash. Men o'zim tanigan predprinimatellar, yaxshi qadriyatga ega odamlar like bosib ketgan shu videoga. O'shandan keyin men yana shu video qilish to'g'riligini barobar amin bo'ldim. Ko'rasizlar, video olish boshlagan shunaqa amin bo'ldim degan so'zdan kelib chiqaradi. Sof o'zbekcha. Qanaqa madaniy xorda qolsa bo'ladi, shu haqida tavsiyalar aytib o'taman. Qatlarga borsa bo'ladi. Hozir men o'zim qayerga ketayotganimni men bilmayman. Prosta ko'chaga chiqdim. Prosta boshmoqqa tarafga ketib, o'zim xohlagan joylarga borib, vaqtimni o'tkazib, ham mazza qilib, ideyaga to'lib kelaman. Qibrayda Maxim Gorkiga keldik. Amjoy kim biladi? Biz animatda internet dizayn bo'yicha
Men odamlar ichida ham video olaman, boyga aytgan qo'rquvim. Hech kim menga video gapirmayapti. Boshqa qarang. Plus hozir men sizga ko'pchidan Eko bozoriga qarab ketamiz. Chiroyli kaptarlar. Mana shunaqa narsalardan kayf qilish kerak edi. Yana bitta tavsiya. Mana hozir mavjud chiqamiz. Bizlar ham hamma bilsa kerak, Nasimbekda tepasida reklamasi bor, Dumaloq. Hozir men nari tarafdan chiqdim-da metroda. O'sha tarafdan bunaqasi o'tib turib, hozir Eko parkka ketish uchun metrodan o'sha yerdan chiqqandan keyin sirasi 10 to'rga o'tirib ketsam bo'lardi. Men ertadan metrodan chiqib turib, hamnaqasi aylanib, bundoq Hamid Olimjon tarafdan nari Yasnovka bor, ana Evis borasinovka. Mana shu tarafga o'tyapman-da, bunaqasi qilib. Mana shu tarafga qarab ketyapman. Nimaga? Mana yonida daraxtlar, gullar, o'shalarni ko'rib, peshkomazga yurish uchun. Men mana shunaqa narsalardan kayf olib, uyga borgandan keyin fikr umuman boshqacha o'zgarib ketadi. O'sha qilayotgan ideyangizga boshqacha qarash boshlaysiz. Narsalardan ko'rgandan keyin qomlanasiz. Shu narsa bo'lish uchun ham daraxtlarni ko'rib, ozgina peshkom yurib, Naryastanovkaga borib olaman. Mana bu Evis Yastanovkaga o'tdim. Hali 10 to'rt kelmagan ekan. Yana ozgina keyin Yastanovkagacha peshkom borsak bo'ladi. Peshkom borib, men odamlar yurgandan mazza qilasiz. Hamma haqida ketyapti, faqat shoshyapti. Shularni ko'rib, boshqacha bir vdохновение deydi, shunaqa ilhom olasiz. Motor hali berib kelmayapti. Keyingi asnofgacha borgunimizgacha kelsa kerak. Boydan beri miz deb gapiryapman. Men-ku kim betda miz deb chiqishi yo'q. Ko'rasizlar, mana video boshlangandan keyin, video olish boshlagandan keyin, o'sha to'g'ri gapirish ham shakllanish boshlaydi. Sinovni miz bo'ldi. O'sha videoni ko'rib, bildim, men miz bo'ldi. Ana gap borib, video ko'rgan ma'lumotingdan ko'proq ma'lumot yaratsang, o'shanda miyangga kiradi deydi. Ya'ni YouTube'da qancha video ko'rib yoki qancha kitob o'qiganingiz bilan uni o'zingizdan chiqazmasangiz, yo tekst qilib yozib qo'ymasangiz, yo video qilib chiqazmasangiz yoki kim bilandir gaplashib o'zingizdan informatsiyani chiqazib olmasangiz, u narsa miyangizga kirmaydi. Miyangizda где-то 3% qoladi. O'shaning uchun olingan ma'lumotni yoki kim bilandir gaplashib yo tekst qilib izbirinligini tashlab qo'ysa, o'shanda fikr shakllanib, miyaga kirish ko'proq foizi miyaga kiradi. Bunaqa ish qilishni tavsiya qilaman men, shu o'zini qo'rquviga qarshi borib, shu YouTube'ga qanaqadir blogmi yo Telegram kanalini ochishi faqat bitta taraf bor, o'sha odamlarga beradigan kontenti bo'lsa, qanaqadir odamlarga informatsion, foydali narsa bera oladigan bo'lsa, nimadir uddasidan chiqqan bo'lsa, nimadir zo'r spetsialisti bo'lsa, yo qanaqadir kerakli tavsiyalar bo'lsa, qilish kerak. Lekin просто tak qilsa, bu narsa bilan g'alati bo'lsa kerak. Menda hozir просто tak botdi o'zingda hech qanaqa ma'lumot bermayapsan deyotgan bo'lishinglar mumkin. Keyin hozir borgandan keyin bir ikkita tavsiya, maslahatlarimni o'zim haqimda ozgina gapirib beraman. Menda bor hozir chiqaradigan, o'zimga bor miyamdagi informatsiyalarni beradigan tavsiyalar, har xil ma'lumotlar bor. Shuning uchun bu video olinyapti. Dizayn haqida, interyer dizayn yoki vizualizatsiya haqida har xil 5 yil opit, 5 yil tajribaga asoslangan holda o'zimning shaxsiy fikrlarim, beradigan tavsiyalarim bor. O'shalarni berish uchun olyapman. Ko'p so'rashadi endi Instagramda yoki lichkamda, Telegramda yozib qolishyapti. Men bu ishni qanaqa qildingiz, men joyini qanaqa qildingiz yoki shogird olasizmi deb. O'shaning uchun o'sha odamlarga foydali bo'ladi deb video olinyapti. Hamda yana bitta dom tushib borishyapti ekan-ku. Men anchadan beri ko'chaga chiqmadim, ko'rmadim mashinalar. Anchadan beri qurilayotgan bo'lsa kerak bu. Arxitekturaning qanaqa chiroylilik darajasini bilmoqchi bo'lsanglar, qanaqa darajada chiroyliligini mana shu beton holatida boks bo'lib turibdi, to'rtburchak, faqat balkonlari bor. Qanchalik ob'yomi kirgan chiqqan joylari qiziq ko'rinsa, bu seriy turibdi hozir. Xuddi shunaqa seriy holatida qanchalik ob'yom chiroyli ko'rinsa, shunchalik arxitektura chiroyli ko'rinadi degan fikrdaman men, shaxsiy fikrim. Bu hozir boks bo'lib turibdi, to'rtburchak, faqat balkonlar chiqib qo'ygan. Unaqa darajada chiroyli emas, o'ylashim bo'yicha.
atrofda qaysi bor? Hamma zdaniya почти shunaqa ekan. Bir xil zdaniyalar bor, e'tibor bergan bo'lsangiz, bundoq ma'naqa joyi alohida chiqqan bo'ladi, tepasi qanaqadir alohida chiqqan bo'ladi, past kirgan bo'ladi. Ana o'sha ob'yomi chiroyli ko'rinsa, ana o'shanda arxitektura chiroyli hisoblanadi. Bola-chaqa qaranglar, samokat uchyapti. Hozir Maksim Gorkiydan 14 ga chiqishim kerak edi, ekoparkka borish uchun. Parkinson chorrahasigacha kelib qo'ydim bor. Ishkom yo'q. Mazza-da mana. Quyosh chiqib turibdi. Ob-havo zo'r, salqin, daraxtlar. Kimdir ishga ketgan, kimdir ishdan qaytyapti, qaqadir shoshyapti. Odamlar qayerdandir gaplashib, oldingizdan o'tib ketadi kallachkasida bolasini. Olib ketib, bir archalar. Mana shu narsalarni ko'rib, o'zingiz hayollaringiz bilan yurasiz-da. Mana shulardan keyin o'sha shu voqeadan keyin boshqa narsalarga o'sha boshqacha ko'z bilan qarashni boshlaysiz. O'sha xatolaringizni ko'rasiz. Ya'ni shu ishingizdagi domo interyer dizayn qilayotgan bo'lsangiz yoki qanaqa montaj qilayotgan bo'lsangiz, shularni boshqacha ko'z bilan ko'rishni boshlaysiz. Ob-havo zo'r lekin. Men boyaga aytgan misolimga yaxshi arxitektura. Hozir bu yoqdan yaxshi ko'rmayapti. Nima, mana shu o'zidan tushuntiraman. Boyaga ko'rgan bo'lsanglar, to'rt burchak boks edi. Hech qayerga chiqmagan, hech qayerga kirmagan. Buni ko'rasizlar, mana bu yog'i tekismidi, bundoq ketgan tekis. Ham tepasida 1, 2, 3, 4 ta balkoni bundoq chiqqan beton bo'lib. Uning tepasida katta shapkasi bor. Massivni katta. Mana buni qaranglar. Tegidagi balkonlardan ham tekis qilinmagan, bundoq kelib turib, qiyshiq kelib turib, yana ichkariga bundoq ketgan. Bu zdaniyaning o'zini betondan qilingani, ob'yomini zdaniyaning o'zini ob'yomi, alkapondan yoki plastik narsalardan tekis boks ustiga 20-25 sm chiqasib qo'yib qilinmaganda, haqiqiy arxitekturaning o'zi shunaqa, nari yog'i ham o'rtasida bundoq chiqib qolgan. Mana shu chiroyli arxitektura hisoblanadi. Hozir juda ham ko'p zdaniyalar, juda ham ko'p ЖКlar, domlar, именно shunaqa boya ko'rganimizdagi tekis boksda balkonlarni chiqasib qo'ygan. Xon saroyi-ku вообще gapirmasam. Sovet paytida qurilgan zdaniyalar va boshqachadir. Hamda qanaqadir ukalar qilingan, mehr berilgan haqiqatda. Nam dinastiyani qaranglar, miqdorlar. Bu ham boydaga, to'rtburchak. Men arxitekturaning o'zi, jiloy kompleksi o'zi arxitektura, jiloy kompleksi o'zi qulaydir. Qanaqadir yashil zonalari, detskiy maydonchalari bordir, lekin arxitekturaning o'zi haqida gapira olmayman, men to'rtburchak. Chiroyliligi, chiroyli xunuvligi to'g'risi. Hozirgi aytgan fikrlarim hammasi bu men o'zim shaxsiy fikrlarim. Qanaqadir arxitektor emasman yoki tanqidchi emasman. Interyer dizaynerman. Interyer haqida qanaqadir fikr aytishim mumkin, faktli. Lekin arxitektura haqida o'zimning fikrimni aytdim, shaxsiy fikrim. Men uchun chiroyli arxitektura boya ko'rsatganimizdagi Sovet paytida qurilgan shunaqaroq bo'lishi kerak. Tekis boksda balkonlari chiqasib qo'yilgan bo'lishi kerak emas. Shu Parkinskidan ham o'tdim, chorrahasidan. Yana pishkom ketaman, o'sha Ashxobod park borib, o'shaning oldidan chiqib qolaman avtobusga. Mazza ekan mana. Qo'rashdan ham go'zallikni. Yosh charaqlab turishim qaranglar. Kim qanaqa bilmadim. Mendagi odamlar ham ko'p bo'lsa kerak. Shunaqa ko'chada yurib, pishkom, shahar aylanib, meni pishkom shahar aylanib, shu daraxtlardan, qushlarning ovozidan, yosh bolalarni samokat uchib yurishlaridan mazza qiladigan, ilhomlanadigan odamlar, mana ijodiy odamlarda narsa bor. Qolgani ham bilmadim. Men o'ylayman, mana shunaqa narsalardan ilhomlansa, shunaqa narsalardan kayf olsa, bu вечный kayfda, qanaqadir mashinadan yoki uydan mazza qilsangiz, uni baribir muddati tugaydi-da. Va bunaqa narsalar muddati tugamaydi. Bu har doim yoki 1 yildan keyin, 10 yildan keyin chiqib shahar aylansangizdan baribir shunaqa mazza qilib aylanib yurasiz. O'zingiz hayollaringiz bilan. Ham stadionni ko'rganmisizlar? Yo'l chetida. Toshda oldimizda Hovuz degan kompaniya ishlaganda bolalar kelib bo'ldik. Hozir qanaqadir musor bor. Ishlamayotgan bo'lsa kerak. Mazaq qilib bo'layotgan shu yerda. Mana studiyada ishlasangiz, o'zingiz alohida freelancermasiz, studiyada ishlasangiz, yaxshi tarafi shunaqa joylarga borib turasiz. Unaqa deydi-yu. Bular nomi esimga kelyapti. Yig'ilishlar bo'lib turadi. O'zingiz ishlasangiz unaqa narsa bo'lishi kam.
Mazaq qilib o'ynaganicha. Team building demoqchiman. Boyga. O'rtal boy atashimman. Boyga stadion emas, mana bu stadion edi. Qanchadan beri ko'chaga chiqmaganimga. Boyga stadion o'sha paytda ham ishlamayotgan bo'lsa kerak. Mana amanda o'ynagan edim. Endi esimga tushdi. Har go'zalligini qarang o'rtada. Quyosh bulut orqasida qolib ketdi. Riski bilinadi-yu, ulardan quyosh tushib turadi degan bulut bo'lganda riski qorong'u bo'lib qoladi. Hamma soyada yo'qolib qoladi. Hozir quyosh o'tdi. Chiroyli. O'rtalik ko'parkka yetib keldik. Mana arxitektura ham juda chiroyli. Mana yoshlikda multfilmlar bo'ladi-yu, qorong'ida, mana shunaqa joylar chaqma-chaqada orqasi tomlar mana shunaqa bo'ladi. Filmda mana shunaqa zdaniylar chiqadi-yu. O'rislarni. Zdaniyasi. Chiroyli qurilgan, o'sha qo'rqinchli qilib. Ana emotsionalli. Ekoparkka kiramiz. Ekoparkka kirgandan keyin videomiz eng qiziq joyi amti suvni haqqa yo'q qildinglar. Suv bo'lardi bu yerda. Umuman suv yo'q bu yerda. Nima haqiqatda chiroyli, lekin ekopark. Shunaqa aylanib yurishga. Bitta o'zingiz yo'q. Qizingiz bilan aylanib, gaplashib, o'ziga yaqin odam bilan gaplashib yurishga zo'r joy. O'zini odam erkin his qiladi-da. Daraxtlar ichida komfortli. Ekoparkda mana bunaqa daraxtli joylar menga o'xshab ko'p aylanib chiqqanlar bor ekan. Bu joyda ikkita odam, bu yoqda ikkita odam, har xil partishkalar. Menga o'xshaganlar ko'p ekan. Hop, men o'zim shaxsiy hayotim, ism familiya, yoshim nechidaligi qiziq emas. Menimcha ko'proq karyera haqida, shu soham haqida gapirganim qiziq. Men 5 yildan beri shu sohada, interior dizayn sohasida ishlab kelyapman, xudo xolasa. Har xil studiyalarda ishladim, 3-4 ta studiyada ishladim, 2 yil, 3 yil, 1 yil qilib. Oxirgi yarim yildan beri freelancer bo'lib ishlayapman. Freelancerning zo'r tomoni, siz erkin bo'lasiz, o'zingiz ish grafikingizda o'zingiz belgilaysiz. Men 11 da turgan paytlarim ham bo'ldi, ertalab 6 da turgan paytlarim ham bo'ldi. Kechqurun xohlagan vaqtimda o'taman. Siz ishingizni qilib berishingizga qarab, ishingiz bitishiga qarab dam olish vaqtingiz aniqlanadi. Tezroq bitirsangiz tezroq, kechroq bitirsangiz kechroq. Shu plus tarafi deb bilaman. Minus tarafi mana bunaqa uyda o'tiraverganda zerikib ketasiz. Odamlar bilan gaplashishingiz keladi. Chunki bitta o'z ishlaganingizdan keyin odam kam ko'rasiz. Mana shunaqa menga o'xshab zerikib ketgan paytingiz ko'chaga chiqib, mana shunaqa ekoparkami yoki prosta shahar aylanibmi yoki naryoqda Navro'z bog'i bor, shu yoqqa boribmi, mazaq aylanib yurib yangi ideyalar olsangiz bo'ladi. Mana shu zo'r ideyalar qayerdan keladi deb ham so'rashadi mendan. Hech kim oka yangi anaqani ideyalarni qayerdan olasiz, kimni qaysidir studiyalarni tavsiya qilasizmi, kimlarning ishini kuzatasiz. Men ko'proq mana shunaqa tabiatga chiqib kelganimdan keyin yangi ideyalar keladi. Baba aniqlardan ham olaman, har xil studiyalardan ishlarni ko'rib, mix qilib, aralashtirib, o'zim yangi narsa qilib ko'raman. Lekin ko'proq mana shunaqa tabiatga chiqib aylanib kelganimdan keyin o'sha ishga boshqacha qarayman. Bundoq qaraganda, "Voy, xatosi bor ekan, yemayotgan ekan" deb boshqacha ko'z bilan, o'sha boshqacha ideya bilan qilishni boshlayman. Shuning uchun ideya agar kelmayotgan bo'lsa, qanaqadir tupikka kirib qolgan bo'lsanglar, bu yog'iga nima qilaman deb montajdami yoki buni interior dizayndami, shu freelancer kam turda ishlanadigan sohalarda tupikka kirib qolgan bo'lsanglar, bitta mana shu ko'chaga chiqib aylanib kelsanglar, ancha o'sha miya shamollaydi, boshqacha ko'z bilan qarashni boshlaysizlar. Buni men birinchi bo'lib ustozim aytgan, bitta joyda ishlaganimda, o'sha ideya qila olmay bundoq kelganlarda, "Qani nima qilding?" deganlar, hech nima qilmagan. Men yana ozginadan kelib, "Qani nima qilding?" deganlar, ozginadan keyin kelib, "Nima qilding?" deganlar. Yana hech nima qilmaganman, it-betini sal o'zgartirib qo'yganman. Bor bitta aylanib kelgan, borib sok-pok ichib, ko'chani aylanib kelgan, yarim soatdan keyin kelib o'tirib qilasan deganlar. Borib aylanib kelganman, yarim soatdan keyin o'sha avtomatik yangi ideyalar kelishni boshlaganda, o'shanda bilganman, значит bu narsaning foydasi katta deb. Shundan keyin mana shu ko'chani aylanadigan bo'lganman. Ko'pchilik qiladi, men tanishlarim ham bor. Ishdan keyin mana shu qulog'iga naushnik taqib oladi, ko'cha aylanib, shahar aylanib yuradi. Ko'p foydasi bitta fikrga kelishinglarga yordam beradi. Boshqa yangi ko'z bilan qarashga yordam beradi. Ishinglarga yangi vzglad bilan qarashga. Qaysidir qarorni qabul qilishga ikkilanib yurgan bo'lsangiz, o'shani qaror qabul qilishga yordam beradi. Plus taraflari ko'p. O'zi kim bu, nimani qo'l qilgan deyotgan bo'lsangiz, Instagramda Rikodes profilimda interior dizayn ishlarimni, qilgan ishlarimni hammasini qo'yib boraman. Telegramda Avaz Xo'ja Talat Xo'jayev degan kanalda
o'zimni tavsiyalarimni, menga kelib qolgan har xil ideyalarni, ularni o'sha yoqqa matn ko'rishda yozib qo'yaman. O'sha yerdan ko'rib, kuzatib, qilgan ishlarimni ko'rsanglar bo'ladi. Agar qiziq bo'lsa, shunaqa ish hali qila olmayotgan bo'lsanglar, nimadir yozsanglar yoki shu profilimni qanaqadir maslahat so'rasanglar, bemalol javob berishim mumkin. To'liq premyerda dam olish kuni menda mana shunaqa o'tadi. Yoki ideya qidirishga emas, ideya qidirib qolsam, masalan, ko'cha aylanib kelaman. Keyingi video nima haqida bo'lishini xohlaysizlar, shuni kommentarga yozinglar. Video qiziq bo'lgan bo'lsa, podpisatsiya bosib qo'ying, like bosing. Instagramni kuzatib boring. Instagramda ko'proq ishlarim bor. O'sha yerda internet dizaynga oid ma'lumotlar ko'proq bo'ladi. Rahmat, hammaga salomat bo'linglar.